tomog'idan og'rib turib, to'g'risi asma kasalliklarini ham orttirdi. Больницаlarda yotish, yurish turishimiz pul bo'lib qoldi. Bolalarni bu yoqqa jo'natmaymiz, chunki bu xavfli zonaligi uchun aholining ichida. Nimaga uborka qilmagansizlar deyishlaring mumkin. Bu yerga kirishni ilojisi bo'lmadi. Faqirlar toshdik, suvdi. Mana shu ahvol mahinchalik bo'ldi. Hadva suvga to'lib yotibdi. Hokimiyatga boryapmiz, hokim nazariga ilmasdan eshikni tagidan mensimay sensirab haydab chiqarib yuboryapti. Assalomu alaykum, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Biz sizga murojaat qilishimizdan sabab mana bu domimiz 5 etashga dom bo'ladi. Bu tarafda 4 etashga domimiz bor. Andijon viloyati Marhamat tumani Barhayot Nafiyani Mehrjon ko'chasidagi domlardan bo'ladi. 2020-yilda qurilgan, 2025 bo'lsa 5 yil ichida bu domimiz уже qulashga kelib qoldi, to'kilishga keldi. Mana ahvolda qaranglar, qachongacha mana shu ahvolda yashaymiz? Kaloris, kanalizatsiyalar hammasi to'lib, mana bolajonlarimiz koptok o'ynaydi, hechga tushadi, qo'llariga qancha mikrob, qancha infeksiya, qancha bolalarimiz tomog'idan og'rib turib, to'g'risi asma kasalliklarini ham orttirdi. Больницаlarda yotish, yurish turishimiz pul bo'lib qoldi. Mana u nimaga kelsak, podvalga keladigan bo'lsak, mana ahvol. Nimaga uborka qilmagansizlar deyishlaring mumkin. Bu yerga kirishni ilojisi bo'lmadi. Faqirlar toshdik, suvdi. Mana shu ahvol mahinchalik bo'ldi. Podval suvga to'lib yotibdi. To'g'rimi qo'shnilar? Orqalarimiz suvda bo'lmaydi, devorlar ketgan. Mana o duoda qaranglar, mana o devorni qaranglar. Bu orqa taraf. Mana o tepani qaranglar. Qishda aholi qiynalib chiqdi. Sovuq bo'lib. Maşallah. Devorlar ketgan. Kompaniya bosib yotibdi. Yashashga iloji bo'lmadi. Bo'lsa qiynaldik, isimadi, uyimiz qishda umuman isimadi. Biz murojaat qildik hammaga qo'limizdan kelgancha. Bormagan joyimiz qolmadi. Suvga bordik, suvdagi nimalarga bordik. MCS keldi. Hokimiyatga 3-4 marta bordik. Hammasiga murojaat qildik, lekin ko'rishib bermayapti. Devorimiz yorug' ketyapti. Ko'chani narigi beti bilan bu beti ko'rinyapti, yorug' ketyapti. Kun ora zilzila bo'lyapti. O'sha zilzilani hisobigami talabga javob bermayapti. Biz yuragimizni hovuchlab qiynalib yashayapmiz, qo'rqib. Na kechasi uyquda halovat bor, na kunduzi. Mana devorimiz, mana ahvolda bo'lib yotibdi, mana. Yorug' ketgan. Narigi beti ko'rinadi. Birinchi remont ketgan dedilar. Mana ahvol tomondan ko'rinadi. Hozir buna bo'lib yorilib ketgan. Arqa tomondan bemalol ko'rinadi-da. Bu ikkiga bo'linib ketgan. Ikkiga bo'lingan. O'rtada katta yorug' bor. Ertaga yana shuncha yomg'ir yog'sa, MCSga borilsa, vodokanalga yuklashyapti. Sug'urta deydi, sug'urta qilingan domlar, sug'urta u faqat tabiiy ofatga deyilyapti. Xo'p, tabiiy ofatni hisoblaydigan bo'lsak, mana shamolda o'sha tarnov turbalari o'chirilib ketilgan, talabga javob bermayapti. Suv bosib, mana ahvolda bo'lib yotibdi. Odamlarning uyi ko'panelab yotibdi. Kim buni nimasiga oladi? Kim bunday yordam beradi? Bormagan yag'imiz qolmayapti. Yuqori tashkilotlar hech qaysinisi quloq solmayapti. Hokimiyatga boryapmiz, hokim nazariga ilmasdan eshikni tagidan mensimay sensirab haydab chiqarib yuboryapti. Endi hamma ishdan kelganidan keyin kech payt vaqtimiz bo'lyapti, borsak nazariga ilmayapti. O'zim boraman deyapti, kelgani yo'q. Xotin-qizlar qo'mitasi Hafizopani jo'natdi, Marhamat tumanida. Lekin rahmat Ashopaga keldi, qo'ldan kelgancha bir ikkita narsani zimmaga oldi. Lekin o'sha narsadan ham bitta ikkitasidan to'g'ri, bitta narsa amalga oshdi, kanalizatsiyani to'lganini tortib ketishdi, to'g'ri, lekin yana to'ldi. Bir hafta o'tmay yana to'lyapti. Kanalizatsiyalar to'lyapti. Uni duollar ko'chib yotibdi, qiynalib, boshlari tushib ketgan. Mana shamolda shifrlar uchib ketgan, tunga yopishtirib ketgan, tashyapti. Suvoqlari tushib, suv, уже domda suv bosyapti. Talabga javob bermayapti. Mana tashlangan bir ahvolda. Domda tomlari yo'q, shamol bo'lib domda tomlari umuman qolmagan, chakkalar o'tib yotibdi. Uylarga umuman kirib bo'lmana, bu yerlarda tushganini qaranglar. Kimga murojaat qilishimiz kerak? Talabga javob bermayapti. Vaqti kredit to'lasak oyiga. Kredit vaqtida to'laymiz, kommunal bor, suv bor, svet bor, hamma yo'q, bizga pulligi o'zi. Ularni to'lab kelyapmiz. Endi bularga biz mablag' yonimizdan oshirib qila olmayapmiz. To'plagan chog'imizda ham bularga bizda yetmayapti.
sug'urtalar to'langan, hamma yo'q bo'lgan. Hali 5 yil bo'lmasdan Bo'lmasdan dom shunday bir bo'lib ahvolga qulashga keldi. 1 yil bo'lmasdan to'kilib tushgan hamma yo'g'i. Titanik bo'lyapti-da, ikkiga bo'linyapti-da. Mana domimiz orqasi mana shu ahvolda. Musurimiz, aynagimizning tagida musurxona. Bu yerga na o'ti bo'ladi, na boshqa bo'ladi. Musurimizga o'zimiz shunchalik homiy topib, shu darajaga tegizib oldik. Na eshigi bor, na boshqa itlar to'lib yotibdi. Bu necha marta itlarga itlarni ham boshqarib beringlar, qaranglar desak, unga ham chora ko'rishmadi. Bolalarimiz itlardan qo'rqib, sudirgilar berib, banisalarda yotib chiqdik shu orqasidan. Mana musurimizni hali eshigini tayyorlab qo'ydik deyapti, lekin hali kelib qo'yib berishgan yo'q. Mana o'zi charchilib yotibdi bir ahvol. Bu pashsha ertagacha yozda pashsha bosadi, domda derazasini ochib bo'lmaydi. Uchun ketmagan. Ekranda yaqinladi. Yo'q, burchakni ko'ryapsizmi? Burchakda shamol kecha qattiq shamol bo'ldi. O'sha shamolda ana uchdi. Oxirgi qolib ketgan shifri. Qo'ni shifrlar uchib, uje suv bosyapti domga. Itlar sochib yuboryapti shu musurda. Sasib ketyapti hamma yo'q. Lekin yaxshi joylarimiz ham bor. Hamma qaraydi mana agar o'tlarga chiroyli qilib. Qilishimiz uchun musullar uchib yotibdi. Bu yerda hech bola so'karmayapti. Ha. Mana kanalizatsiya bo'ladi. O'xshi hammani kanalizatsiyasi o'tgan kanalizatsiya bo'ladi. O'zimiz qo'l bola qilib bunga tunika qo'yamiz, lekin chuqur, qopog'i yo'q. Buni ustiga chiqib bolalar o'ynasa, axlatlar to'la. Mana shu podval mashida kanalizatsiya toshib, orqadagi sinistrma bir bola degan narsasi bor ekan. Shu tortmasdan podvalni ichiga toshyapti. Podvalga umuman kirishda ilojisi yo'q. Tizza bo'yi suv. Mashinadan toshyapti-da, shuni chora ko'rishi bermayapti hech kimizga. Hor kanalizatsiyasi, oshxonaniki hamda ikki yoqdan kiryapti. Podval bu to'li podvalni bosyapti, pashsha bosyapti, yashashda hojati qolmayapti. Tem bo'ling mana birinchi etajda yashayotganlarga juda ham jabr bo'lyapti. Endi iloji yo'q, yashab kelinyapti. Yuqori tashkilotlarga boryapmiz. Bir amalga oshmayapti, yo bir bunday qopqoqli qilib, bir zamonaviy sal chiroyli qilib, yosh bola tushmaydigan qilib sharoit qilib berishmayapti. Bunday qilib turib. Kanalizatsiyani tortib beruvchi. Hozir mana shuni mana ishga solishmadi. Shuni haftada hech 2 marotaba yurgizib turish kerak. Buni hozir biz Vodokanalga murojaat qilsak, marhamat tumani Vodokanaliga ishlamayapti dedi. Talabga javob bermaydi. Endi hozir bu katta mablag' kerak. Buni kim qiladi? Kim yurgizadi, kim boshqa nima qiladi? Bu yurmasa kanalizatsiya to'lib podvallar tizza bo'ylik uje manetdan suv bo'lib ketyapti. Bu aholini ichida mana bu axlat tortadigan nimasi, mana aholi. Bu yonimizda sariq banisa bor, infeksionniy banisa bor mana. Shu darvozadagi infeksionniy banisa. Musurlari biz tarafda. Shpritslar yoqadi kunora har kuni. Bu tutunlari nimalari bizga bemalol uyimizga yetib boradi. Bolalar sariq bo'ldi, shuni orqasidan shu Infeksiya bo'lib o'ynagan o'tishib. Bolalarni bu yoqqa jo'natmaymiz, chunki bu xavfli zonaligi uchun aholining ichida. Mana bu yerda kottejlar bor. Mana 24 xo'jalikning kottejlari bor. Hech qancha emasdan masofasi. Mana. Chatish kerak. Mana. Domlarimiz ahvoli mana. Shu holga kelib qolganda domlar. Shifr ilashib turibdi mana. Mana. Devorlar to'kilib yotibdi. Hurmatli muhtaram prezidentimiz, sizga murojaat qilishimizdan maqsad biz To'g'ri tumanida Andijon viloyati Marhamat tumani Barhayot MFida yashaymiz. 5 etажga, 4 etажga domlarimiz bor. Mana ahvolda ko'rsatishga majburmiz. Mana kaloriylar to'lib, mana bunaqangi ariqchalarimizda bolalar o'ynalmayapti, koptaga tushadi. Bu qancha mikrob, qancha infeksiyaga olib keladi. Suvlarni qarang. Kaloriylar to'lib turib, mana ahvol. Tozalay deysa, oyoqlari suvga, loyga botib ketyaptiki, tozalanmay mana ahvolda. Podvalda tagiga kirishni ilojisi yo'q. Endi devorning orqasiga keladigan bo'lsak, mana devorda. Bu dom 2020-yilda qurilgan.
talabga javob bermayapti. Investlar qayerga qarayapti? Kredit to'lansa, hamma yo'q, pulli bo'lsa suv, lekin gazga moslashtirilmagan dom. Gaz yo'q. Elektr bilan hamma yo'q. Limitlar oshgan bo'lsa, boshqa bo'lgan bo'lsa, hamma qora ishchi 50 ming, 40 mingga ishlayapti. Qanday suv, bitta kredit to'laydimi, boshqami? Yurish-turish pul bo'lib qoldi. Lekin domlar talabga javob bermayapti. Sizlardan iltimos, muhtaram prezidentimiz, bizga sizda katta yordamingiz kerak. Aholi juda ham qiynalib ketdi. Mana manetdan tarnovlardan suv tepa buzilgan, necha tashkilotlar chaqiryapmiz, kelib bizga bir yordam qo'lini cho'zishmayapti. Mana suv, odamlarning uyining ichiga suv o'tib, ahvol tarang. Mana bunaqangi suvlar mana ahvolda. Endi mana to'ret tashkamiz bo'ladi. To'ret tashkani tepa qismlarini ko'ryapsizlar. Suv tushib, o'pirilib, ana shu o'g'lari tushgan, ko'chgan domlarda suv bosyapti. Talabga javob berilmayapti. Bolalar plashadkasiga kelsak, na karusel bor, na sport maydoni bor. Faqatgina mana shu ikkita uchtagina qumli joy bir joy qilib qo'yishgan xolos. Bolalar maza qilib o'ynasholmaydi bu yerda. Biz sizdan iltimos detskiy plashadkalarimizni, mana domlarimizni remont qilishlarini ga so'raymiz. Mana boshlanish domdi. Mana bo'lib to'kilishni boshlagan. Endi 2020-yilda qurilgan bo'lsa bu dom. 2020-yilda qurilgan bo'lsa mana 2025 bo'ladigan bo'lsa mana manet o'rtadan yorug' ketyapti, ikkiga bo'linyapti. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana yorug' ketyapti. Shu yerdan dom yorug'. Narigi beti bemalol ko'rinadi. Iltimos, muhtaram prezidentimiz, yordam berishingizni so'raymiz. Yuqori tashkilotlarga murojaat etyapmiz. Hech qaysinisi amalga oshmayapti. Mana narigi bet bemalol ko'rinadi. Mana yorug' ketgan. Orqa tarafdan bu yoq ham ko'rinadi, bu yorug'dan, oldi tarafdan orqa taraf ham ko'rinadi. Juda ham qiynalib ketdik aholi. Yurish-turishimiz pul, kredit to'lasak, kelib yordam berishingizni so'raymiz.